Siz hozir eshitadigan narsa shunchaki hikoya emas. Bu chegaradan o'tish. Agar hozir videoni o'chirsangiz, hayotingiz tinch davom etadi. Lekin oxirigacha ko'rsangiz, ongingizning eng qorong'u qatlamlari uyg'onadi. Bugun biz insoniyat asrlar davomida qo'rqqan, lekin tushuntira olmagan anomaliya haqida gaplashamiz. Tayyormisiz? Unda eshiklarni qulflang va ortingizga aslo qaramang. Astral proyeksiyasi, ruhning tanadan ajralishi. Ko'pchilik buni sarguzasht deb o'ylaydi, lekin sizga aytilmagan bir sir bor. Siz u yerda yolg'iz emassiz. Sizni tanangiz bilan bog'lab turgan o'sha ingichka kumush ip sizni yagona najotingiz. Agar astral safar paytida uyingizda siz ilgari ko'rmagan qop-qora eshik paydo bo'lsa, aslo unga kirmang. U yerda soyalar dunyosi joylashgan. Agar u yerdagi mavjudot sizning ipingizga tegsa, tanangizga qayta olmaysiz. Sizning tanangiz esa bu dunyoda bo'sh qoladi va unga boshqa narsa kirib oladi. Aniqrog'i boshqa nimadir joylashib oladi. Ko'zguga qaraganingizda esa o'z aksingiz sizga qarab jilmayganini ko'rsangiz, demak barchasi kech bo'lgan.